Qizlar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bugun sizlar bilan yana bitta yangi dars o'tamiz. Do'ppi, hozir moda bo'lgan do'ppini ko'rsatib beraman. Men o'zim bilganimcha qilaman, ya'ni sim bilan emas, abadok bilan. Shunaqa qilib ko'rmoqchiman. Keyin safar balki sim bilan o'rgatarman. Menga hozir mana shu yaxshiroq ko'rindi. Qaranglar. Temir abadok kerak bo'ladi. Undan qaranglar, bunaqa narsa yasab olamiz. Osnovasini, tepapasini birinchi. Mana bunisini men qo'ydim birinchisini. Hozir shuni qanaqa qilib qilganimni sizlarga ko'rsatib beraman. Abadokimizni mana mashtini olib yaxshilab bundoq qattiq qayirsanglar, bu sinadi mana. Ikkala tarafidan shunaqa qilib kesib olasizlar. Buni aylanasini razmerini men o'lchab aytaman. Hozir o'lchamaganman. Boshimga qo'yib qildim. Qaranglar. Birinchi kley surib olamiz ozgina. Yana ham mustahkam bo'lishi uchun. Keyin buni qo'yib, ustini yaxshilab sim bilan o'raymiz. Simni qattiq tortib o'raysizlar. Ustma-ust qilib tashlamasdan bir tekisda qilib, qattiq qilib, mahkam qilib sim bilan o'rab tashlaysizlar. Men buni razmerini boshimga o'lchadim. Qanaqa boshda qulay turadi-ku do'ppi. Mana shunaqa qilib o'lchab qovurdim. Uni bitta razmerda o'lchamadim. Nimaslarga aytaman diametrini ili aylanasi qanchaligini. Ikkinchisini mana shu birinchisini qanday qilgan bo'lsak, ikkinchisini shunaqa o'lchab turib bir xil kattalikda qilamiz. Unga xuddi shunaqa kley surib qism bilan yaxshilab mahkam qilib tortib o'rab olamiz. Mana bir xil bo'ldi, xudo xolisi. Mana ikkita shunaqa kolcho tayyorlab olamiz. Endi qaranglar, luk qismimiz bor edi-ku. Qattiq, mana o'shandan bunaqa uchburchak kesib olamiz. Bu balonligi men orasiga qo'yishimizga qancha ko'tarmoqchi bo'lsanglar orasini ochuvligini shuncha qilasizlar. Men balon qilmoqchi emasman. Buni ham razmerlarini o'lchab beraman tayyor bo'lganda. Shunaqa qilib olasizlar. Shunaqadan 3 ta yoki 4 ta yasab olasizlar. Bir xil razmerda qilib. Bu o'sha aytganimdek orasiga qo'yamiz. Olamiz 3 ta 4 ta.
Qaranglar, buni ulangan joyini past tepasini to'g'irlab qilinglar. Mana, xuddi mana shunaqa qilib simlaysizlar buni ham. Simlab bo'lgan yeridan keyin uni orasiga kley surib qo'ysangiz ham bo'ladi. O'sha aytganimda yana ham mahkamroq bo'ladi. Ikkinchi tomonini ham xuddi shunaqa qilasizlar. Mana chetini kamroq qilsangiz ham bo'ladi. Mana. Xuddi shunaqa qilib, mana qizlar, xohlasanglar mana bu simni kesmasdan turib, mana bunaqa polniy zigzag qilib chiqsanglar bo'ladi. Men endi osonroq variantini o'yladim, o'shani sizlarga ko'rsatib beraman. Oxirida endi tushuntirib beraman, qanaqa qilsanglar bo'ladi. O'shanga yetib ketaman. Qaranglar, botga yana bitta ulayman. Keyin mana mamyo tomonga bitta ulayman. Bu yoq tomoniga ulamayman. Uni yana ko'rsataman. Mana qizlar, 3-4 tomoniga to'g'irlab oldik. Endi xuddi shuni mana bundoq qilib tepasini simlaymiz. Aytganimdek simiga to'g'irlab, ham ulagan joyimizni mana shu yerga qo'yib simlaymiz, ulaymiz bir-biriga endi ikkita osnovani. Ulaganimizdan keyin buni qism ustamda bosib qo'yamiz. 4-chi tomoniga nega qilmadim? O'zi qilsanglar ham bo'lar ekan qizlar. 4ta tomoniga bir xil qilib hozir ko'raman, yo'q qilvaraman, yo'q qilmayman. To'rtinchi tomoniga mana shuni ulab yubormoqchiman. Vestibularni ochib yuboramiz. Mana mashina. Mana mashina ulab yubormoqchiman qizlar. Sizlarga maslahatim 4 ta joyga qovurib olinglar. Mahkamroq bo'ladi. Qaranglar, mana bunaqa bo'lib qolmaydi. Qattiq turib beradi-da. 4 ta tomoniga qilib oldim. Endi buni qotirsam ham bo'ladi. Buni ham sim bilan qotiramiz. Aytgancha qizlar, buni usti ham bor-ku. Ustini ham yopib borishimiz kerak. Simimizdan olamiz buni ham. Bunga ham, ustiga ham. Simimizni ham mana shunaqa qayiramiz. Mana bunaqa qayiramiz. Bir-biriga to'g'irlab. Shunaqadan ikkita qilib olamiz. Buni ham mana shunaqa qo'yib qanaqa simlaymiz desanglar, mana shu. Bu yog'idan aylantirib simlab tashlaysizlar.
Xga o'xshab simli silada. Bu yog'ini ham xuddi shunaqa simlaymiz. Imomini ham bu yog'iga xuddi shunaqa qilib qo'yamiz. Mana qizlar ustiga qilib oldik. O'rtasini ham simlab oldim ozgina. Qimirlab ketmasligi uchun. Qizlar, boya ko'rsatganimdek qilishga qiynalsanglar, mana shunaqa qilasizlar-da, ozgina bu yoqqa bo'kib, keyin simil anaqa mana bu xurram simni yana mana bu yoqqa qayirtirib simlasanglar, osonroq bo'ladi, qiynalmaysizlar. Endi mana bitta xunukroq, qo'polroq chiqqan joyini topib, buni ham simlaymiz. O'sha xunuq qilmaslikka harakat qilinglar, hamma yoq bir xil chiqsin. Buni baribir qatidadir simi ko'proq, boshqacharoq bo'ladi-yu. Ana shunaqa joylariga aytyapman. Shunaqa joyini topib yaxshilab uzilib ketdi. Yaxshilab simlaysizlar. Shu eng unaqa narsa menga shu sochchi yulishi, mana shunaqa ukrasheniyalarni o'shanga harakat qilaman, iloji boricha mana shunaqa sochchi yulmaydigan qilib ishlashga. Shunaqa oralaridan o'tkazib simlaysizlar. Qaranglar, ikkita chetini bundoq tortib simlab qo'ymanglar. Bundoq rad qilib simlanglar. Chunki men bu yoqimda oldiga chiqib qolishi mumkin. Mabodo aytayapman. Similani uzunroq qilsanglar, shu bir krugiga yetadi. Mana tepasini simlab oldim, endi pastlarini qilib olaman yaxshilab. Qaranglar qizlar, bu kichkinaroqga o'xshadi. Menga o'z boshimga qo'yib ko'rganimda, lekin bunaqa do'ppilarni hozir o'z kichkina qilishyapti. Mana. Lekin mana baquvvatgina, qattimgina narsa bo'ldi.